shekilli. Uylar remontini ko'rib ketib qolishmayapti. O'char uyimizni qara, udar u. Odamlar ham boylikka uchadigan bo'lib ketdi qizim. O'zi nimaga Jasurlarga bermadingiz? Uyini ko'rganmisan, xarobaga konteyner bo'lib yotsa, bir kambag'alga qiz berishim qoluvdi. Yangi bo'lmasmiz-ku. O'chir. Zo'rg'oya bor. Mana uy kaliti. 4 kundan keyin olaman. Yaxshi dam oladi. Shunday qilib eti tegish operatsiyamiz boshlandi. Qizim, mehmonlarga choy. Oy choyning to'paverman qatta. Siz choyni qayerdaligini bilmaydilarmi? Bilmaydi-da birovda uy bo'lgandan keyin. Endi qiz bola birovda hasmida, endi men birovda uyida hisoblanadi bu yeram. Top Google'dan qidirasan u. Ong, yuting. Choyni topdim. Choyni topdim, men choy topolmadim. Yo'l bo'lmasa. Amin. Bizga bunaqa kelin kerak emas. Alloh akbar. Ket. Biz ham qiz beramiz, o'ltirganimiz yo'q. Men ko'rganman, kinolarda boylar dasturxoniga ichgani kalyan qo'yadi. Kalyan chekiladi, oy konyak ichiladi. Ha, o'lsin ha, kecha. Sen qayerdan bilasan? O'sha kinoni birga ko'rganmiz. Birga ko'rganmizmi? Qaysi kino edi u? Qaysi? Qaysi kino edi? Qaysi kino? Oling, nima ichasizlar? Aroq, konyak, kubray. Voy, biz sizlarni boshqacha oila deb eshitdik. Kambag'al deb o'ylamdinglar. Yo'q, biz boymiz. Oy bu kambut. Omin qilib ketdik. Aro bor joyda omin qilsa bo'ladimi? Trey. Voy, yaxshi aytmanglar. Siz sovchilik